Voy biring, shu daraja sovuqmi bugun? Voydod, juda voydod. Bugun dekabrning 14-chislosi, haftaning yakshanba kuni. Jigarlar, bugun ob-havo qanaqa? Mollarimiz qanaqa? Mollarimiz yeyaptimi? Sovuq qotladimi? Hammasi haqida video ko'rasizlar. Videoga bir like bosib, endi kechasizlar bilan kelishib oldim. Har kun video qilaman. Ertalabdan xudo xolasa, sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Davay, go. Mana mollarimiz akalar turibdi, lekin sovuq qotgan sababi aytganimdek, yarimi muzlatdi bu joyni, oyog'ini turgan joyi muzlamatdi, bu yog'i muzlab qolibdi уже. Bugun pagoda -13, 12, 15 gacha bo'ladi. Ertaga sal iliq bo'ladi. Buni yopolmadim to'g'risi. Klyonkani olib kelib qo'ydim, hozir klyonkani ko'rsataman. Hozir 1 soat 1,5 soatdan keyin prosessni boshlaymiz. Ertaga qo'yadigan videomizda ko'rasizlar qanaqa yopilganini xudo xolasa. Bu kichkina mollarimizga to'g'ri shu yerga o'tkazib beryapmiz mana. Otlarni yeyapti sekin-sekin. Suvlarni ham shu yerga kirgizib beryapmiz. Buni ham mana bu joyini yopishimiz kerak. Mana bu joyini yopishimiz kerak. Mana tishlar yapamiz bugun. Kechqurun olib keldim axir klyonkani. Qaranglar, sovuqda agar jira nimalari bo'lsa, boyagi teshkilib turadiganlar bo'lsa, eshitinglar. Shunaqa shiqirg'asi necha gradus sovuq bo'ladi. Mana. Aytda klyonka yirtilib ketdi. Mana bu klyonkani. Qo'y. Mana shu o'rtasidagi. Tagida qatnab yotibman. Mana bu ishlayapman. Ekskavatorda. Qo'lda qazyapti.